Assalomu alaykum, klub maydonchilari. Mana salafan tortish jarayonlari ketyapti tepalarga. Xudo xolasa, mana oldiniki yetdimi bu ko'zgu ani ketdi. mana Xudo xolasa. Xudo xolasa mana bizga kelingan tortib bo'lishadi. Inshaalloh. Tortishyapti salafanlarni. Bularni tortishyapti shogirdlari. Na paketni ham ularni stilajlarni qasini shuncha qo'yib qo'yishdi. Tortish qo'yib qo'yishdi. Tortish jarayonlar ketyapti. Sizlar uchun ilinib jarayonni sizlarga aytib o'tib ketyapman. Sajimlashib ketishyapti ham yo'l to'g'rilab. Hali narigi stilajimiz hali nima qilganimiz yo'q, kelishganimiz yo'q. Xudo xolasa paket hozircha kommentariyada 50 kg bo'lib turibdi. Ko'proq odam shunga izoh yozib olsa, yo azbedomiga qolib ketadi, yo menga qolib ketadi. Albatta videoni ko'rib, obuna bo'lib, like bosib qo'yib, izohlarni qoldirib ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.